Assalomu alaykum. Xo'ja aka, yaxshimisiz aka? Aka kirdi chiqib qilishim kerak edi. Bormi mana shunaqa? Va alaykum assalom aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? 11900 ga bizda samolyotda kirdi chiqdi xizmatlari bor. Qarang do'stim, siz O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston fuqarosi bo'lishingizdan qat'iy nazar, bor yo'g'i bir kunda samolyotda kirdi chiqdi xizmatdan foydalansangiz bo'ladi. Mashinada boradigan bo'lsangiz, joningizni xavf-xatarga qo'yib, qishki kunida, qordi kunida yer muzlama, 3 kunlab qiylanib, uni ustiga yo'lda ichki ishlar xodimlari to'xtatadi. 3 kun qorningiz ochadi, baribir choy ichasiz. Alloh saqlasin, mashina buzilib qolishi mumkin. Mashina buzilib qoladigan bo'lsa, yo'lda qolib ketishingiz hisobini oling. 3 kun umringizdan yutkazasiz, ish vaqtingizdan. Bundan ko'ra, qarang do'stim, 12000 rubl pashti, 12000 rubldan bor yo'g'i bir kunda samolyotda kirdi chiqdi xizmatdan foydalansangiz bo'ladi. Agarda siz kuningiz ertaroq bo'lsa, narxlari o'zgarishi mumkin. Shuning uchun narxlarimiz kuniga qarab o'zgaradi. 11900 dan boshlanadi. Agarda sizlarga samolyotda bir kunda kirdi chiqdi xizmat kerak bo'lsa, +7 kodi bilan 921 762 2500 raqamlariga WhatsApp tarmoqlari orqali murojaat qilsangiz, sizlarga to'liq holatda ma'lumot beramiz. Eslatib o'tamiz, kirdi chiqdi xizmatlari bir kunda samolyotda Qozog'istonga через Samara olib kelinadi. Yana WhatsAppdan yozinglar, sizga mutaxassislar to'liq holatda ma'lumot beradi. Ahlan va sahlan.